Ya Alloh, o'zingga shukr. Osmonimiz musaffo, yurtimiz tinchligini qaranglar. Yana qanaqa baxt bo'lishi mumkin bundan ortiq odamlar, qanaqa baxt? Yana nima kerak? Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. La havla va la quvvata illa billah. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar: kimki tunda uyg'onib qolsa va la ilaha illalloh vahdahu la sharika la, lahul mulk va lahul hamd va huwa la kulli shay'in qodir. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. La havla va la quvvata illa billah desa va turib 2 rakat namoz o'qisa, so'raganini, xohlaganini so'rasin, Alloh beraman deganlar. Bu payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning va'dasi, birodarlar. So'ranglar, olinglar. So'ramasanglar bermaydi. Alloh so'raganlarga beradi.